رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قرنداشlar biz bugünkü söhbetimizni Allah subhanahu ve ta'alanınki ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha degan ayetini şu arq turib mush ayetning mazmuniga asosan boshlaymiz. Ayette Allah subhanahu ve ta'ala Allah'ın nimetlerini sanıgılı tursanglar, yani sanayda onu sanasanglar, la tuhsuha, yani sanap bulanmaysızlar. Tabii ki bu sanaqsız nimetlerini sanap bulanmagan ikenmiz, bununla üzge layık revişte minnetdarlık bildirip buluşumuz mu mümkün emas. Doğanda özümüz, imkaniyetimiz yetken miqdarda minnetdarlık bildiriş bizning üstümüzge tushgan vazifa bo'ladi. Bizning bugungi suhbatimizning temasi shu asosdagi minnetdarlık bildirish bo'ladi. Endi minnetdarlık bildirish ne'matga qarab, ne'mat berguchisiga qarta, ne'matga qarab, ne'mat berguchiga qarta xursandligini ifodalaydigan haqiqiy sodiq mu'minlarning axloqining birisi. Sura Zumarning 66-oyatida Allah subhanahu va taolo balillahi fa'bud va kum minash shakirin. Allohga ibodat qil va minnatdorlik bildiradigan, ne'matga xursand bo'ladigan, tashakkurni bildiradigan kishilarning qatoridan bo'l deb buyruq qilyotdi. Undan boshqa Allah subhanahu va taoloning asmo sifatlarining ichida ash-shakir, ash-shakur qatorliq asmo sifatlar bor. Allah subhanahu va taolo bizga valillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allohning nurg'un asmo sifatlari va sizlar Allohga shu orqali yiqilishinglar, shu orqali ibodat qilinglar dedi. Biz shuni asos qilgan shaklda islomdagi go'zal axloqlarning birisi bo'lgan minnatdorlik haqida bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Amaliyotda inson erishayotgan ne'matlar, minnatdorlik bildirishga tegishlik, shukr qilishga tegishlik ne'matlar intayin ko'p bo'lib, buning eng ro'shan, eng muhim, eng ko'zga ko'rinarli bo'lgani insonning dunyoga keltirilish ne'mati. İnsan etrafındaki yeşi üzdün çoğun her narsaga qarag'anida, masalan 50-60 yil ilgari yozilgan kitoblar bo'ladi. Ta qarasak, o'qib o'tib turib bir narsalarni to'yimiz his qilamiz. Mushu kitob yozilgan vaqtda men yo'qdim. Mening yashimdan cho'ng qadimiy imoratlarni ko'ramiz. O'ylaymizki, mushu imorat silingan vaqtida men bu dunyoda yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala sura insonning 1-oyatida insonga buni eslatib, hal ata alal insani haynun minad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Taqiy vaqtlarda inson degan narsa yo'q deydi. Har inson o'zi haqida o'ylanib baqsa, 30 yoshga kirgan inson 31 yil ilgari dunyoda mavjud emas. Yani buning hammasi insonga bir narsalarni his qildiradi. O olsa minnetdarlık tuyg'usi. Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu dunyoga akilish orqali marhamat qildi. Bu dunyoga akaplam qo'ymay, biz mushu vujudga mavjud bo'lganimizdan tortib, onamizning qursiqidagi kichik holatda mavjud bo'lganimizdan tortib ta o'lganga qadar bizning mavjudiyatimizning davomininki uzuq tuluki ve onun mənbəsini bizə hazırlab bergen ne'mat. Bunun 5'i, yani bizning bu dünyadaki mevcudiyetimizin davamının 5'i ata-anamızın kalbiga taşlagan
balığı boğan mehribanlık nimeti. Sure Taha'nın 39. ayetinde ve alqaytu aleyke muhabbeten minni ve alqaytu aleyke muhabbeten minni. Ata-ananın balığı boğan mehr muhabbeti kalplerdeki bu mehr muhabbetle Allah tarafından taşlanğan ki ata-ana şu mehr muhabbetinin türtkisinde balısı üçün üzünü pida kılıdı. Bazı bir eserlerde kelgen ma'lum bir peygamber yolda ketip etip bir ayalının tunuğa nayak vatqanlığını köken tununun qışida balısı oynap durdu. Her nanni yakıp bulup balısını kucaqlap, suyup, purap degandek bir xil mehribanlığını bildirip atqanda bu peygamber şu eserde değil işte. Bu rahmettin nahiti, bu mehribanlıqtin nahiti hayran qilib Allah subhanahu wa ta'ala dua qilib bu rahmetning büyüklüğü hakkında nida qilganda. Bunun qalbiga shunda tushgan ey bendem bu mening şu anının qalbiga qo'ygan rahmetim. Ben onu tatib olaman hozir. Deb Allah anının qalbidagi rahmetni tatib olgan. Bala shunda yig'ilishiga anının achchiq kiplam, aplam to'nroq solib etgan degan bir asar var. Demek biz özara meyle ata-ananın balığı olan mehr muhabbeti, ayal mehr muhabbeti, kırındaşlar oturdaki mehr muhabbet, kulum koşlar, insanlar oturdaki mehr muhabbetinin hemmisi Allah'ın bizge bergen mehr muhabbeti. Yani bizden bu dünyada normal üsüp yitiyalişimizden birinci asası olan mehr muhabbet. Bu Allah'ın birinci nimet. Bizni aval yarattı, bu dünyaya geldi. Bu dünyada üsüp yitilişimizge asas olan mehr muhabbet nimedir. Bunun özü Allah'ın bir nimeti bizge nispeten. Yani bu yerde biz birinci kılıp Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki bizni ata-anıdın, bir ana ölen bir dadıdın yaratıp dünyaya egegelligiga özümüzün minnetdarlığını bildirsek. İkinciden bizning yaşışımız için bizge ta'minlab bergan ta'minatlar. Bunun 5'i de ata-ananın qalbidagi bizge kuyne biz için barliqini bag'ishlaydigan bir mehr muhabbet nimetiga shukr qilish bizning ustimizga tushadi. Ata-ananın balığı olan mehr muhabbetini insan tasavvur qila olmaydi. Acayip yani. Son balısı üçün, balısının rahatı üçün, balısının yuqori darajalarga chiqish üçün ata-ana hamma narsani beradi. Demak, ratki tizg'a vaqtimizda birinci Allah'ın bizge bergen nimeti, biz minnetdarlığımızı bildirishga tegishlik, shukr qilishga tegishlik nimet Allah'ın bizni yaratgan nimeti. İkinci qatim bizge lazımlik bütün narsalarni, yemek, içmek, hava ve ondan başka hamma narsa. Biz mesela hava ishlatganimizga hech fatura to'lamaymiz mesela. Su, energiya ish qilib biz özümüz elayotgan, Allah tarafından ta'minlanayotgan hech qanday bir narsaga biz bir narsa ötmeymiz, yani bir narsa tölemeymiz, onun pulosunu tölemeymiz. Bunun hammasi Allah subhanahu ve ta'ala'dan bizge bergen halis nimet. Ata-ananın bayatın degenimizdeki mehribanlık biz için özünü bağışlaydigan bir xil ruh, bu bir Allah'ın nimeti. Ondan başka ayette Sure Beled'ninki 8. 9. 10. ayetleri tilga alingandek alam nec'al lehu aynayn ve lisanen ve şefetayn ve hedeynahu'n necdayn. İnsandaki göz, kulak, burun, ağız qatarlıq insanның dünyada yaşaş üçün keterlik bolgan bütün birilgen imkaniyetlerden hemmisi Allah'ın insana bergen nimeti. Bu nimetlerge insan şükür etmese bunda insan tuzkor oludu. Tabii ki biz bir narsa erişken narsamizga şükür etiş bizning odamiyligimizning bir ifodasi. Shundaqla islom go'zal axloqlaridan birisi. Yani digil tutsak gap intayin uzun. Allah bizni bu dunyoga yaratgan ekan, agar xuloslasak, yani bizni yaratish barliqqa keltirish bir ne'matni ato qilgan ekan. Bizga ta'minlash ne'matni ato qilgan ekan. Ondan keyin, bizni yaratib yaşayacağım bir halatga kelib bo'lgandan keyin Allah dunyoni yaratgan bir sistem var. Bizning şu sistemga mos shaklda, şu nizomga mos shaklda yashab, dunyoda qalaymagan yo'llarda yoki maskanmaydigan shaklda yashab qilib xapliqqa qolmaslik uchun bizni yetaklashdan, bizni to'g'ri yo'lga boshlashdan iborat bu eng buyuk ne'mati bo'lib hamdi. Yaratdi, bizni yashash imkoniga ega qildi va yashagandimi to'g'ri shaklda yashaydiganga bir sistemga bizni boshladi. Ya'ni hidoyat ne'mati. Bularni asliga vaqtimizda bizda tunji paydo bo'ladigan narsa nima bo'lsa, minnatdorlik sezimi.
Təşəkkürümüzni bildiriş sizimi, xursəllik duyğusu bu birinci bizdə peyda oladigan narsa. Məsələn, misal alsaq, birisi bir adam deyli, yana bir üzdün iqtisadi cəhətdə yoki boshqa imkoniyat cəhət yo'q bir kishidan nurg'un yordamlar erishdi. Qarasa, uningga nurg'un iqtisadi cəhətdə yordamlarni berdi, mashindan birini apadi, yaqilg'ularini apadi. Demak, uning kunlik turmushlarining hammani qamdidi. Hamda biz insonlik nuqtasidan boshqasini qo'yib turayli. Insonlik nuqtasidan shu narsalarga erishgani, shu narsalardan ta'minlagan kishiga nisbatan avval qalbidan paydo bo'ladi. Ikki tuyg'u, minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Mana ma'o shukr hamdiningki, ya'ni Allohga aytadigan shukrining birinchi qadami. Yurkida avval minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'lishi. Ondan keyin bu yurakdagi minnatdorlik tuyg'usiningki birinchi ifodasi tilda uni ifodalash. Biz Alloh subhanahu va taologa davomli deymizki, lakal hamdu ya Rob, lakal shukru ya Rob. Davomli Alloh subhanahu va taoloni biz bergan ne'matlarni eslash orqali, ey Alloh, meni sizlar yaratdilar. Meni marhamat qillar. Bu dunyoda yashaydigan asosimni tiklab berlar. Muvaffaqiyat berlar, g'alaba berlar, muzaffar qillar. Menga shuncha ne'matlarni berlar, endi o'zlariga men tashakkurimni bildiraman. O'zlariga minnatdorligimni bildiraman deb til orqali ichki xursandlik tuyg'usini sirtqa qanday qilish, ifodalash. Ya'ni qalbningki bergan ne'matlarga qarata minnatdorlik tuyg'usini biz til orqali sirtqa qanday qilamiz, chiqaramiz. Ya'ni xuddi namozimizda samiallohu liman hamida deymizgo, namozimizda har doim alhamdulillahi robbil alamin deb alhamdu deb boshlaymiz-go. Bu til orqali aytgan ne'matimiz bu ikkinchisi bo'ladi. Tashakkur, minnatdorlikningki ikkinchi bosqichi. Birinchi bosqichi deganimizdek qalbda minnatdorlik tuyg'usi bo'lish, xursandlik tuyg'usi. Ikkinchisi til orqali shu minnatdorlikni qana qilish, ifodalash. Uchinchisi bu qalbdagi minnatdorlik tuyg'usi va tilimizda ifodalangan bu minnatdorlik tuyg'usini amaliy ish harakatimizga qana qilish, aylantirish. Sura Sabaning 13-oyatida Alloh subhanahu va taolo da'vatudi: "I'malu ala Davud shukra. I'malu ala Davud shukra va qalilun min ibadiy shakur." Sen tashakkur bildirmoqchi bo'lsang, minnatdorlikni bildirmoqchi bo'lsang, erishgan yaxshilikka javob qaytarmoqchi bo'lsang, ishla da'vatudi. Ish qil da'vatudi. Ya'ni mu'min Allohning o'zini yaratganlik, dunyoda uning rizqlarni berganlik, ne'matlarni berganlik, to'g'ri yo'lga boshlaganlik, ne'matlariga qarata qaytaradigan javobi qarshiligi Allohning xalqiga yaxshilik qilish, Allohning xalqi uchun xizmat qilish orqali bo'ladi. 3 bosqich bilan bir odamning minnatdorligi mukammallashadi. Qalb tuyg'usi, ichki xursandlik, undan keyin tildagi u xursandlikning ifodalari, uchinchisi amaliy ish harakat orqali bo'ladi. Ya'ni insonlarga yaxshilik qiladi, kichiklarga mehr shafqat ko'rsatadi, cho'nglarni hurmatlaydi, ochlarga yegizadi, yalang'ochlarga kiygizadi, xafalıqda qolganlarga ko'ngil bo'ladi, kasallarni davolaydi. Chunki inson shu ne'matlarni aslab, o'zining dunyoga kelish sababini, dunyoda bo'lish sababining amali solih ekanligiga ishongan vaqtida, undan keyin senda shu illatga yarasha javob qaytarish istagi tug'iladi. Chunki Alloh seni bu dunyoga yaratdi. Shuncha ne'matlarni berdi. Sizni to'g'ri yo'lga boshladi. Tub maqsad nima? Sening ish qilishing. Allohning bu go'zal ne'matlarini qanday qarshılaysiz, qanday javob bersa uningga desa, dal Allohning bandalariga xizmat qilish orqali bayatni deganimizdek. Ularning oshlarini to'ydiramiz. Yalang'ochlarga kiyim beramiz, nodonlarga o'gitimiz, ko'chada qolib qolganlarga beshin salaymiz. Mana buning hammasi yaxshi ish. Dal bizning dunyoga kelishimizning tub sababi va jannatga o'taydigan bizning badalimiz. Yani jannatning bileti bu. Kichikgina bir misolga olsam, oliy maktabga olgan o'quvchi oliy maktabda
futbol maydoni var, başqa top maydonlari var, su uzush ko'li var, oshxona var, kutubxona var, u var, bu var va hamma narsa bor, ammo o'quvchining oliy maktabga berishdagi tub maqsadi yagrab top o'ynash yoki oshxonada qo'saq to'yg'izish yoki u yoki bu emas. O'qish. Uning atrofidagi u narsalar, top, suv uzish ko'lchiki, u yoki bular o'qish jarayonidagi o'quvchiga yaratilgan imkoniyatlar. İnsanning dunyoga kelishdagi tub maqsadi xizmat qilish, o'zining millatiga, insonlarga, diniga xizmat qilish, an atrofdagi bizga berilgan imkoniyat, ne'matlar, shu xizmatni go'zal shaklda qilish uchun bizga berilgan ne'matlar hisoblanadi. Mush nuqtaga diqqat qilish kerak. Sura Mu'minunning 99-100-oyatida Alloh subhanahu va taolo insonning dunyodan ketgandan keyingi tunji umid qiladigan narsasini bizga ifodalab nima deydi? Robbirji'uni la'alli a'malu solihan bima. Meni qaytursang, ey Robbim, men yaxshi qila olsam deydi. Chunki tub maqsad shu, asosiy maqsad kamlab qolganligi uchun arzu qildig'ini bo'ladi insonninki. Unda mana sura An'amda Alloh subhanahu va taolo 132-oyatida "Va likullin darajatun mimma amil." Eng oxirgi nomor inson qo'yilgan nomor, inson berilgan daraja qilgan ishiga qarab bo'ladi. "Va likullin darajat mimma amil." Qilgan ishiga qarab bo'ladi. Mayli biz qanday yashaylik, namrat yashayli, boy yashayli, tuvan yashayli, yuqori yashayli, alim bo'layli, abid bo'layli yoki hunar kasb bo'layli, bizning qilgan yaxshi ishimiz qiyomat kunidagi bizning darajamizni belgilaydi. Ma oyat, men sizlarga qana qilyapman, oyatni o'qiyapman. Shunga inson o'zining dunyoga kelishdagi asosiy sababni bilish kerak. Yani u olsami Allohga iymon etib bo'lgandan keyin eng muhim bo'lgan sabab insonning dunyoga kelishda yaxshi ish qilish. Endi inson vujudidan harakatchan yaratilgan bir maxluq. Insonda nurg'un havaslar, arabcha shahvat deb qo'yamiz, uyg'urchadagi shahvatning ma'nosi sal boshqacharoq, ya'ni havas, qiziqishli yaratilgan. Shu qiziqishning turtkilarida inson dunyoda yashaydi. Yemak-ichmak bir xil qiziqish bor. Bu yemak-ichmakka bo'lgan qiziqish, ehtiyoj insonni o'zining hayotini saqlab qolishni uzluksiz harakat qildiradi. To'y qilishga bo'lgan bir qiziqish, bir ehtiyoji bor. Bu insoniyatningki naslning davom qilishini saqlaydi. Masalan, boshqalarning orasida go'zal ishlarni o'tirg'i chiqish qilgan bir qiziqishi bor. Bu boshqa go'zal natijalarni yaratadi. Mana bularning hammasi Alloh insonga qo'ygan qiziqish va qiziqishning turtkisida o'tirg'i chiqadigan ish. Del inson mush ishlarni go'zal yo'lga salalig'inida inson o'zining Parvardigorining yuqorisi yaratish va boshqa ne'matlariga aytgan shukrisi, bildirgan minnatdorligi, xursandligining ifodasidir. Endi musha kelgan vaqtida men bayatın insondagi bir qiziqishning gapini qildim. Yani biz ba'zi shahvat deb atab qo'yamiz salbiy ma'noda, ammo arabchada umumiy ma'nosini o'z ichiga oladi. Ya'ni insondagi bir xil qiziqish, havas Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgan narsa. İnsan mush qiziqish, havas, shahvatlarini ijobiy, foydali yo'llarga sarf qila olsa, salbiy, zararli yo'llardan to'sab qila olsa, inson ajoyib natijaga erishadi. Buning uchun insonda mana ikki xil narsa ketadi. Payg'ambar alayhisolamningki Bayhaqi Anasdan rivoyat qilgan Shu'abul Iymon nomli kitobida keltirgan bir hadisda al-iymon nisfat, iymon ikki turlik bo'ladi, ikki yarim. Birisi sabr, yana birisi shukr deydi. İnsonga nurg'un havaslar, endi insonni intildirguchi, bir turtkuladigan ishlarga bir xil qiziqish, havaslar yaratilgan bo'ladi. Bularni to'g'ri yo'lga solish uchun inson nurg'un narsaga sabr qilish to'g'ri keladi. Chunki mangadigan yo'l ikki xil. O'zining havaslarining turtkisida ya u yoqqa mangadi, bu yoqqa mangadi. Havas u yoqqa tortadi va agar sen havasning bo'ynini qayirib bu yoqqa torta olgan vaqtingda sabr qilish degan shu. Ba'zi narsalarga bardoshlik qilish, ba'zi narsalarga chidash shu. Shunday qilgan vaqtingda sen Alloh subhanahu va taologa shukr etgan bo'lsa, sening iymoning qanday qilinadi, putulinadi.
Yani texmi tafsili desek, insondagi bu xil qiziqish 180 gradusluk bir yo'linish ifodasi bu. Yani mesela insondagi pul molga bo'lgan qiziqish, ayollarga bo'lgan qiziqish, nom obro'yga bo'lgan qiziqish, bu qiziqishlarning hammasi amaliyotda yomon narsa emas. Allah bizni taraqqiy qildirish uchun, o'ziga yaqinlashtirish uchun bu qiziqishni bizga yaratgan. Musha qiziqish agar to'g'ri o'rinda sarf qilinsa, xuddi bir mashinaning yiqilg'usiga o'xshaydi. Yani benzinga o'xshaydi. Agar bu benzin munosib o'ringa qo'yilib, munosib shaklda qo'llanilsa, mashina qana qiladi, harakatlanadi, bizni to'g'ri yo'lga olib boradi. Shundaqla bu bizdagi bu qiziqish shu benzinga o'xshash, yani vayron qilish kuchigimi ega. Agar bu benzin munosib o'rin, munosib vaqtda qo'llanilmay, mashinaning maybakiga qachilanmay ichiga qo'yilsa, bizni köydirib vayron qiladi. Aynı shaklda bizdagi qiziqish belgilangan, sizilgan yo'l bo'yicha etmanilmay, o'zining o'rnining g'ayriga ishlatilgan hamonlam bu bizni vayron qilgan narsa. Biz shu qiziqishning turtkisida pul, mol, dunyo tepish yo'liga kiramiz. İslam bu yo'lga kirgan bizni, "Amisi sen ma yo'lga kirding, manroq mangasa" deb to'g'ri tarafga tortadi, biz saqlanib qolamiz. Ayollarga bo'lgan qiziqishimiz shu, to'g'ri tarafga tortadi, va yana bir qiziqishimiz shu, to'g'ri tarafga tortadi. Ammo biz buning peshini qo'yib olsak, qiziqishning keyniga kirib, bu bizni qana qiladi, vayron qiladi. Ya'ni mu'min o'zining vujudidagi Alloh yaratgan shu qiziqish, havas, shahvatga asosan harakatlanadi. Allah sizgan chek bo'yicha. Mana bu ikki narsa teng bo'lganida, masalan, inson bir odam deyli, hech nimaga qiziqmaydi. Ya mal dunyoga qiziqmaydi, ya uni ya buningga, bu odamning qo'lidan ish kelmaydi. Bu odamning qo'lidan natija kelmaydi. Insonning tabiatida bo'lishlik narsa. Ammo shuni biz yugallayolgan vaqtida, bizni u yoqqa, o'ng, soldagi har xil yo'llarga akrit etmaydigan shaklga akilgan vaqtida bu bizdagi bu havaslar intayin zo'r natijalarni yaratadi. Masalan, sura Qasasning 50-oyatida Alloh subhanahu va taolo bunda bir oyatni deydi. Bu oyatning oyati inchki nuqtadan birisi bor. "Va man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan minalloh." O'zining xohishi, qiziqishiga Allah'ның başlagan yo'lisiz, yani aniga ergashgan odamdan ozg'un odam bormi deydi. Men bir nuqtani men alohida eskartay. İnson o'zining qiziqishiga, havziga ergashsa ozg'un emas. Ammo hidoyatsiz ergashsa ozg'un. İnsonda shu qiziqish, shu havoyi havas, shu xil intilish olmasa inson harakatlanmaydi. Lekin buni Allohning sizgan sizqi bo'yicha kontrol qilish kerak. Ma oyatdagi bir inchki nokta bi gayri hudan minallah. Sen bu hevesinge Allah'ның bizge kösüp koygan yoludan çıkıp turup egersen en azgın adam olursun. Ama Allah'ның sızgan sızgı boyunca belgelegen, sizip bergen çeki bu çek çıkırsa boyunca hevesinge egersen güzel neticelerini kana kılırsa yarısı. Yani bir yerde hulasılasak insandaki bu heves, bu kızıkışla koşbislik bıçak koşaydı. Ya biz bu heves qiziqishlarni asos qilib Allah sizgan bo'yicha menib Allohga yaqinlashib go'zal natijalarni yaratamiz yoki buni Allohning hidoyatidan ayirib bosh-boshda qo'yib etib, yugansiz qo'yib etib eng ozg'un insonlarga aylanamiz. Ya'ni Allohning hidoyatidan chetnigan shaklda o'zining xohishiga ergashgan odamdan mu ozg'un odam bo'lmaydi. Mesela bir misal alsam, bir sarada ketyapmiz. Saranın hammasi mina terilgan, yani mina ko'milgan. Oldini bir sim to'lab, yo'g'on taxtiga yiqilishga bo'lmaydi, xatarlik deb yozib qo'yilsa. Buni birisi kelib, nimanda bu odamning erkinligini bug'udi bular. Men nada mangsam mangdi odam. Bularning erkinligimga daxil taras qilsa bo'lmaydi, erkinligimni bo'g'sa bo'lmaydi. Ko'nglim xalog'ayda mangman deyish aqlga sig'amdi yo'qmi? Tabiiyki, agar bunda tushungan odamni biz aql sarang deymiz uni. Aql emas u. İnsanning havasi ayni shunday narsa. Islom had hudud yo'llarni belgilash orqali insonning ne erkinligini bo'g'maydi,
yoki insonning erkinligiga to'sal olmaydi. İnsan erkinlik bilan yashaydi, lekin to'g'ri yo'lni qanday qilyapti, ko'rsatyapti. Mayaga o'tma, mayada nima bor? Minava degan gap, ya'ni iniqroq degan vaqtimizda. Qanaqdir yuqori besimliq tokva yalarni atrofini bunda itib qo'ydi. Atrofini itib, yaqinlashmang, yuqori besimliq tokva desa, mening erkinligimga daxl qildi bu. Men degan mushagim yaqinlasam bo'ldi. Deyish bir saranglik. Aynı şekilde İslam bizni yuqori besimliq tokvayadan, mena ko'milgan joylardan cheklavatıdı. Başqa yerda xalqancha mangsang bo'ladi. Islomning ani qil, mani qilma, sen manda qilishing kerak, anda qilishing kerak deganlarning hammasi insonning asla erkinligini boqqanlik emas, balki insonningki yugansiz havasining boshqa yoqqa tortib ketishida insonni sog'lom shaklda saqlayotgan ish. Insonning ayollarga bo'lgan qiziqishini agar sog'lom bir nikoh shaklda halal şekilde ada kılınsa acayip neticeler var ki kelgüsü evlatlarının sahibi, kelgüsü cemiyetini yaratıvatkan buludu. Aile arkalık. Ayal taraf iffetlik buludu, ermin iffetlik buludu, bunun oturduğun iffetlik bir aile çıkıldı. Bu aileden iffetlik bir cemiyet, güzel bir cemiyet, yararlı bir cemiyet çıkıldı. Eğer o kızıqışını ma toğru yolu salmay, başka yollara sap qalsan, sen özüңni bulğaysa, yani qarşı tarafını bulğaysa, bu yerden bir muncha ko'cha ballar oturuğa chiqadi desek, misalga alsak intayin ko'p. Demek Allah'ın bizga bergan ne'matlari bu kadar intayin ko'p. İnsan eng cho'ng nuqtadan Allah'ın o'zini yaratganligi, mush dunyoda yashash asosini hozirlab berganligi. Anlakin muşunda hazır biz misal qilayotgandek mangdigan va mangmaydigan to'g'ri xato yo'llarni ko'rsatib berganlik. 3 cho'ng ne'matini, bütün ne'matlar mushun tahtiga daxil. Qalbidan minnatdorlik his tuyg'usi bilan aslishi kerak. Qalbidagi o minnatdorlik tuyg'usini til bilan ifodalash kerak va buning eng oxirgi, eng cho'ng tarafi şu qalbidagi minnatdorlik tuyg'usi tildan ifodalangan bu xursandlik, bu tashakkurini amaliy harakati orqali o'zining vazifasini ado qilib, o'zining tashakkur bildirganligini, Allohning ne'matlariga shukr qilganligini ifodalash kerak. Alloh hammalarni Allohga shukr qiladigan, Allohga hamd va sano aytadigan, minnatdor bo'ladigan bandalardan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.